Dunyo yaralibdiki, bu ovsin zoti hech qachon do'st bo'lmagan. Nima olib kiysam, xuddi o'shandan oladi-ya. Yarashgan bo'lsa ham mayli-ku. Bechora qaynonamizga ham oson emas. Arzimagan shu bitta ro'molni ham ikkita bir xil qilib olish kerak. Albatta bu ro'mol faqat menga yarashadi. Ovsinjonimga esa o'likka o'sma qo'ygandek. Aslida erlarimizga ham oson emas. Hattoki shu bitta uzukni ham ikkita bir xil qilib ko'tarib kelishadi. Hali alohida dom olib chiqib keting. Bir kuyib o'l. Ana endi ko'ramiz. Mani erim Charog'ondan 5-qavatidan uy sovg'a qildilar. 6-qavati mansardasi mutlaqo tekin ekan. Charog'on uylari shunaqa. Mani erim 1-qavatdan uy sovg'a qildilar. Podvali bonus. Charog'on uylari shunaqa. Sizlar ham o'zingizga shunaqami?